Sakina. Ey Robbim, zaif va nochorligim ila senga qo'l cho'zdim. Robbim, nafsim balosidanmi yoki shaytonning vasvasasidanmi bilmayman. Yana senga osiy bo'ldim. Marhamati cheksiz, o'zidan boshqaga meni xafa qildirib qo'ymaydigan Robbim, zaifligimni tan olgan holimda aytaman. Meni ham solihlaring qatoriga qo'shgan. Meni kechir. Meni kechir. Axir g'azabingdan rahmating o'zib ketgan-ku. Robbim, sendan o'zga kimga erkalik qilaman? Sen kechirmasang kim kechiradi? Robbim, bandalaring ichida mahzun bo'ldim. Yana chorasiz qoldim. Faqat sen mening najotkorimsan. Mening qalbimdan bu fitnalik bo'lgan dunyoyingni olgan. Menga ham solihlaringni lazzatidek huzurni ato etgan. Bu fitnalik paytda senga itoatda mustahkam bo'lmaganim uchun meni afv et. Meni itoatingda sobit qilgin. Ko'zlarimdan oqqan yoshlarni seni ishqing uchun oqizgan. Ey Robbim, bugun siqilib sinovlarda mustahkam turolmaganim uchun, dunyoyingdagi imtihonlaring uchun ko'z yoshlarim to'kildi. Robbim, meni bardoshli qil. Meni mahzun qilguvchi so'zlarni-yu holatlarni mendan nari qil. Duolarimni ijobat etishingga shubha qilmagan holda, duo qilganlarni duosini ijobat qilaman degan va'dangga ishongan holda, qo'llarimni huzuring tomon cho'zdim. Menga nima kerakligini senga aytishim ham shart emas. Chunki qalbimning tub-tubidagilarni ham bilguvchi qudratli zotsan. Robbim, zaif holimda meni bir lahzaga ham tashlab qo'yma. Meni bandalaring ichida mahzun bo'lishimga yo'l qo'ymagin. Hazrati Muhammad alayhisalomga men bilmagan sonlar ichra salovat va durudlarim, yaratgan mahluqotlaring sanog'icha senga hamdlarim bo'lsin Robbim. Ey Robbim, senga yuzlandim. Qo'llarimni senga cho'zar ekanman. Nolalarim yetib borsin senga. Robbim, menga sinov keldi. Bu sinovlardan o'tishimda o'zing yordam ber. Chunki sen bandalaringni tashlab qo'ymaydigan Al-Muhaymin zotsan. Ey meni barcha harakatlarimni ko'rib turguvchi As-Sami bo'lgan Robbim, bilib turgan, o'zingga ayon bo'lgan gunohlarim, xatolarim bor. Meni kechir. Rahmatingdan umidvorman. Bilaman, sen mendek bandalaringni tashlab qo'ymaysan. Bandalaring senga qancha isyon qilsa ham, ularga mehribonchilik qilib, rahmatimdan noumid bo'lmang degan Robbimsan. Gunohlarga berilib, senga isyon qilganimda, senga itoatsizligimdan emas, balki nafsimga berilganimdan qilib qo'yaman. Robbim, sen azizni xorni aziz qilguvchi zotsan. Menga najot ber. Ey marhamati keng rahimli Hojam. Qalblarim qattiqlashib, ibodatlardagi lazzatlardan bebahra qoldim. Menga ibodatingdagi rohatingni ber Robbim. Qalbimga halovatni, ruhimga yengillikni ato et. Bandalaring bilan yashashim jarayonida meni bandalaring bilan bo'ladigan fitnalardan saqlagin. Ey jabbor qudrati cheksiz Allohim, meni nafsning, shahvatning fitnasidan saqlagin. Menga mag'zunlik yetdi. Allohim, menga Yunus alayhissalom payg'ambaringga najot berganingdek najot bergin. Robbim, menga nohaq toshlar otishda, menga Rasulingga yordam berganingdek najot bergin. Bilaman, sen muhtojlarning najotkorisan. Bilaman, sen qiynaganlarning qahhorisan.
sen ochlarni to'ydirguvchi buyuk zotsan. Robbim, meni duolarimni ijobat ayla. Meni solih bandalaringdan qilgin. Meni payg'ambarlaringni adashgan ummatlardan qilmagin. Robbim, bu musibatlarda meni sobit qadam qil. Eng xayrlisini va yaxshisini nasib aylagin. Senga yaratgan mahluqotlarning adadicha hamdlarim Rasulim Muhammad sallallohu alayhi va sallamga qumlarim zarrasi-yu dengizlarning ko'pigicha, osmondagi jamiki yulduzlarning sonicha salovatlarim bo'lsin. Amin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.